Shoshilinch jiddiy xabar. O'zbekistonda 8-aprelda kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Magnitli bilaguzukni siz xarid qildingizmi? Magnitli bilaguzuklar inson organizmi uchun qanchalik foydali ekanligini bilasizmi? Agar bu haqida bilganingizda avvalroq shuni xarid qilgan bo'lardingiz. Agar bilmagan bo'lsangiz, hoziroq xarid qilishni istasangiz, kommentariya va opisiyaniyadagi ссылка ustiga bosing. Hech kimning yordamisiz magnitli bilaguzugingizni o'zingiz buyurtma qiling. Mahsulotimizning narxi 40 ming so'm. Yetkazib ber. O'zgidromet 8-aprelda O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduz 26-28 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15 daraja, kunduz 26-31 daraja bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15 daraja, kunduz 25-30 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15 daraja, kunduz 23-28 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduz 26-31 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15 daraja, kunduz 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi deyiladi xabarda.